Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Efirda Kontekst turkumida kitob ko'targan odam ko'rsatuvi. Bugun ko'rsatuvimizni Yozuvchilar uyushmasi bilan hamkorlikda tasvirga olyapmiz. Bugungi suhbatimizni yozuvchi, shoir, jurnalist Ma'mura Zohidova bilan olib boramiz. Xush kelibsiz. Ma'mura opa, shu nimadan boshlaymiz suhbatni deb o'ylab turganimda o'zingiz bir nima berdingiz, yo'nalish berib yubordingiz. Ijodkorni o'qimasligi. Bunga qanday qaraysiz? Bugungi kunda endi baribir o'zimizdan kelib chiqamiz. Ya'ni o'zimizni xalqimiz, o'zimizni yoshlarimiz, kattalar. Ko'pincha biz sabablarni yozuvlarning ikki xilligida yoki davrda ko'ramiz. Ya'ni masalan kattalar ko'proq kiril yozuvdagi kitoblarni o'qishadi. Hozirgi yoshlarniki esa lotin yozuvida chop etilyapti. Shuning uchun yoki bir-birini tan olmaslik degan qarashlar ham bor. Menimcha kitoblarning ya'ni mualliflarning bir-birlarini o'qimasligi bu davrlarni almashinishi va nimalarga qiziqishimizga ham bog'liq. Masalan 50 yil avvalgi o'tgan asr kishilari, o'tgan asrning o'rtalarida dunyoga kelgan ijodkorlarning hayotga qarashlari boshqacharoq. Nima bo'lganda ham yozuvchi degani o'zi har bir inson bir kitob degan edi bir faylasuf. O'qiyman degan odamga har bitta inson bitta kitob. Bu degani ijodkor faqat birovning kitobi, boshqa kitobini o'qishgina emas, bir insonga qarab turib ham uni taqdiri, hayoti, uni iztiroblarini o'qiy oladi. Agar suhbatlashsa, tanishsa, shu ma'noda bugungi kun yoshlari boshqacharoq qarash bilan, boshqacharoq bir harakatlarga o'zlarini yo'naltirib, ehtimol faqat tan olingan ijodkorlar, ya'ni davr chig'irg'idan o'tgan ijodkorlar, o'sha O'tkir Hoshimovlar, Said Ahmadlar, Asqat Muxtor, Oybek, lekin o'sha davrda ham mana qancha ijodkorlar bo'lgan va ularni kitoblarida ham juda ko'p nima deydi, o'ziga xos tomonlarga duch kelamiz. Mana Sunnatulla Anorboyev kabilar bor edi, Sa'dulla Siyoyevning asarlari unchalik ko'p o'qilmayapti. Mana biz keyingi vaqtda shu Husniddin Sharipovning kitoblarini, yana Evril Turon kitoblarini chop etdik Yozuvchilar uyushmasida. Ularning ijodi ham o'sha asosan maktab darsliklariga kiritilgan ijodkorlarni ko'proq taniydi xalqimiz. Chunki har kuni dars topshiradi. Bugun Alisher Navoiyni, keyingi hafta Boburni, undan keyin Atoyni, undan keyin Abdulla Qodiriyni va hokazo. Shunga yarasha ko'p ijodkorlarni mutolaa qilmayapmiz. Masalan, Sadrining ayni ijodida ham juda o'ziga xos tomonlar bor. Ko'p narsa olishi mumkin ijodkor. Lekin ko'plab yoshlar, endi biz Yozuvchilar uyushmasida yoshlar bo'limidagi faoliyat davomida har yili 20 ga yaqin yosh ijodkorlarning birinchi kitobini tayyorlash jarayonlarida qatnashamiz. Kitoblari tayyorlanmagan taqdirda ham har yili yoshlarimizdan 100 dan ortig'i Respublika Zomin seminariga olib boriladi. Ularning ham albatta she'rlari, hikoyalari, dramatik asarlari, tarjimalarini masalan bir sahifadayoq ilg'ash mumkin. Uni o'ziga xosligi va o'sha eng yaxshi ijodkorlarda ham yetishmayotgan narsa kitobni kam o'qiyotgani. Kimlarni o'qiysiz desangiz, albatta ustoz, yozuvchi shoirlarga cheksiz hurmat bilan aytishim mumkin, o'sha takrorlanadi. Ular, bular, mana buni o'qiyman, buni. Lekin hozir ham va o'tgan asrda ham yaxshi ijod qilgan, milliy adabiyotimizni boyitgan juda ko'plab yozuvchilar bor. Biz endi chindan ham darslik bu reklama degan narsa ekanda. Ya'ni bitta darslikka bitta kitob sig'dirilmaydi albatta. 20 lab, 30 lab ijodkorlarning ijodidan namunalar beriladi. Va o'z-o'zidan bu o'sha ijodkorni xotirada saqlanishiga sabab bo'ladi.
keyinchalik masalan Shukur Xolmirzayev hikoyalarini qidiradilar, Tog'ay asarlarini qidiradilar. Lekin darsliklarga kirmay qolgan ko'plab yozuvchilarni ijodi ham turibdi bizni oltin fondimizda. Shuning uchun mana Omon Muxtor asarlari juda ham ajoyib. Shuning uchun keyingi davrda ana shu oltin merosimizni yana keyingi davr kishilariga taqdim etish ustida ishlar olib borilyapti. Avvalgi davr vakillari, 20-asr vakillarini ijodini o'qilmasligi haqida o'ylaganda menimcha mafkuraviy tomonda bor. O'sha davrni sadosi sifatida aytilgan asarlar bor, lekin mustaqillik davri, aynan shu kecha kunduzda aytadigan bo'lsa, menimcha mediani imkoniyatlari ko'payib ketgani, odam har qanday odamda bo'lgandek ijodkorda ham o'sha tarmoq qamrab olyapti, axborot makoni qamrab olyapti va yana bir narsa menimcha bizda adabiyot avval markazlashgan bo'lgan. Hamma sohalar kabi adabiyot ham yozuvchi uyushmasi shu adabiyotni markazlashtirib muvofiqlashtiruvchi tashkilot bo'lgan. Hozir adabiyot, masalan, pluralizm deymizki jamiyatda, adabiyotda ham shunaqa jarayon ketyapti menimcha. Hamma har joyda ijod qilyapti va bir-biridan bexabar qolib ketyapti o'ylayman. Balki O'sha avlodlar o'rtasida ham bog'liqlik uzilib qolgan. Bitta avlod o'zida ham masalan ijtimoiy tarmoqda kimdir do'st bo'lsa uni yozganlarini o'qiydi, do'st bo'lmasa o'qimaydi masalan. O'qimaydi, bebahra qoladi, ko'rmay qoladi. Kitob ma'nosida ham kitob bo'lib chiqqandan keyin avval hamma joyda o'sha kitob topish mumkin bo'lgan. Hozir kitoblar tiraji, tarqalishi muammolari bor. U kompleks bo'lib ijodkorlarni bir-biridan bexabar qolib ketishiga sabab bo'lyaptimi? Sabab bo'lyapti. Siz bir necha sabablarni keltirdingiz. Birinchisi mafkuralarning xilma-xilligi. Endi masalan, aholi soni 8 million bo'lgan vaqtda Guliston jurnali 1 milliongacha qariyb chop etilgan, yetkazilgan. Biz hammamiz yaxshi eslaymiz, bizni davr kishilari ham eslaydi. O'sha velosipedda pochtachi kelardi, pochtachi deb aytilardi. Shunday qarardik, gazetalarning qatorida G'uncha bormikin, Gulxan bor, u rangli bo'lardi. Rangli narsa yo'q bo'lsa, chunki u bir oyda bir chiqadi, gazeta deyarli har kun yo har hafta chiqadi. Gazetalarni kattalar o'qishardi. G'uncha, Gulxanni biz o'qirdik kichkinalar. O'shanda Gulistonni ham yaxshi ko'rardik. Nega? Chunki uni Saodatni ham suratlari bor edi. Suratlariga qiziqqanda pastida kattalar o'qish kerak bo'lgan matnlarni ham o'qib qo'yardik. Hikoyalar bormi, boshqa bormi? Gazetadan ko'ra bizga jurnallar qiziqroq bo'lardi. Endi hozir mana 37 mingdan ortiq aholi yana mana qancha bo'ldi? Shuncha aholi bilan G'uncha 1000 nusxa chop etilsa, shu sabablar. Endi mafkura haqida aytdingiz. Masalan, o'sha davrda mafkuraga adabiyot xizmat qildirilgan. Men o'zim shu tomondan bo'lganim va o'sha shaxsiy hurmatim, ijodini yaxshi ko'rganim uchun va shu shoirni avlodlari bor bo'lgani uchun, o'sha shoirni ham avlodlarida armonlar borligini yaqindan bilganim uchun Chustiy shoirni oilasida ko'p bo'laman. Chunki Chustiy mana Indamaslar olami degan bitta she'rini o'zida o'xshashi yo'q. Qanaqa bir nima deydi? Boshqa bu mavzuda she'r yo'q deyarli. Indamaslar olami bu qabriston. O'sha beo'choq, bepalosu, betanur, qayda nur, indamaslar olami sayrayladin deb yozilgan. Albatta u kishini o'sha juda yosh bo'lgan vaqtimizda ham ko'rganimiz uchunmi shu yaqinlashib juda bir nima deydi, iztirobga tushadigan holatlar bor-da. Birinchidan yozuvchilar uyushmasidan o'chirilgani, Chustiyni davralarga umuman chaqirilmagani, ish joyidan chetlatilgani, qaytib ishga kira olmay uzoq vaqt yurgani, bu albatta oilada qiyinchiliklarga olib keladi. Hamisha yollanib ish qilgani yoki tarjimalarini shu dunyo yuzini ko'rsin deb masalan Sobir Termiziydan Surxondaryolik Termiziydan tarjimalarini ham birovlarni birinchi o'ringa qo'yib, ikkinchida o'zini familiyasi bilan chop ettirgani. Endi baribir ijodkor Gyote aytganmidi, millionlab kitobxonlarni orzu qilmagan yozuvchi bir satr ham yozmay qo'ya qolsin. Albatta ijodkor ko'pchilik o'qishini xohlaydi.
Shunday vaqtda keyin she'rlarni ichida Lenin, KPSS degan satrlar ketgan ekan va o'g'illari o'sha Baxtiyorxon aka bilan mana keksa yoshdalar, u kishi bilan suhbatlashganda aytadilar, dada mana shu satrlarni nimaga olib tashlang, shu g'alati turibdi, avval yo'q edi-ku desam, bolam mana shu bilan o'qiydi-da odamlar, shuni qo'ymasam chiqarmaydi-da, gazetada ham chiqarmaydi. Buni tushunish kerak-da, buni his qilish kerak. Yozuvchi yozib qo'ydi, shoir yozdi, yaxshi she'rlarni yozdi. Shuni o'qishlarini xohlaydi, yo'l qidiradi. Shuni yozib qo'ydim shu. Balki partiya rostdan ham kecha qashshoq bo'lgan xalqni bugun ro'shnolikka olib chiqayotgandir. Mafkuraga aldanishlar bo'ladi. Masalan, menga ham agar mana shu tuzum kambag'allarni boy qiladi desa, men o'sha tuzumni olqishlagan bo'lardim. Chunki qaysi shoir yozuvchi qashshoq xalqni boy bo'lishini, ro'shnolik ko'rishini, dunyo yer yuzida o'zini yurti tinch bo'lishini xohlamas ekan. Mafkura tomoni shu. Kommunizm asli mafkurasini tagini qaraydigan bo'lsak, o'sha kambag'allarni boy qilish degan narsa bo'lgan. Lekin amalga oshganda, amalga tatbiq qilinganda boylarni ham kambag'al qilishga qarab ketganda, hammani kambag'al qilishga qarab ketgan va o'sha ideya sifatida chiroyli ko'ringan, amalga oshgandan keyin u teskari effekt berishi mumkin bo'lgan narsani butun dunyo ko'z oldida ko'rdida va bizni o'sha sovet davri adabiyotining eng katta fojialaridan bittasi hozir ijtimoiy tarmoqlarga qarasak, G'afur G'ulom bunaqa qilgan, Oybek bunaqa qilgan, Hamid Olimjon bunaqa qilgan degan gaplar bor, lekin ularni o'sha holatda, o'sha bosimda ostida o'zbek tilini saqlab qolishda, masalan G'afur G'ulomni Mahmud Sa'diy domla aytardi, kommunizm haqida yozgan she'rida ham go'zal so'zlar bor. Albatta. O'sha iste'dodini o'sha davrda qurbon qilgan, ongli qurbon qilgan, balki ishonib qurbon qilgandir, balki ishonmasdan majbur bo'lib qurbon qilgan, lekin ular o'sha jadidlar davridan bizga o'sha Abdulla Oriflar, Erkin Voizovlarni o'sha zabardast avlodigacha adabiyot shular olib kelib berdida. Albatta. G'afur G'ulomning o'sha Shumboladagi katta falsafasini men boshqa asarlarda, masalan, endi har bir asarni, har bir ijodkorni o'zini yo'nalishi, o'zini tafakkur xazinasi bor, ko'rmaganman. Endi bu repressiya bitta kimnidir imzosiga qarab o'tirgani yo'q edi. Bitta shunga yopishib olamizda, bu naqadar xato fikr bizda kim noto'g'ri ish qilyapti, o'zaro hurmatni tez ko'taramiz oradan, o'zaro hurmatni. U bir kishini imzosiga qarab o'tirgani yo'q repressiya. Biz masalan, men bitiruvchi sinflarga yaqinlashganimda bir qo'shnim aytgandi, tengdoshimiz boshqa sinfda o'qiydi. Titrat degan shoir bo'lgan ekan, shuni kiritibdi kitobga deb aytdi-da. Nima desam, Titrat dedi. U Abdurauf Titratdan, Abdulla Qodiriydan biz bexabar edik. Keyin 11-sinfga kelganda kiritilgan. 11-sinfligimizda o'sha yillar endi yo 10-sinfdami Cho'lpon, Abdulla Qodiriy, Usmon Nosirlar kiritilgan. Darsligimizda birdan paydo bo'lib qolgan. Biz bunday katta yozuvchilarni o'sha yoshlikdan sal o'sha mana hozir 5-sinf, 6-sinfda bor-ku, tanigan bo'lishimiz kerak edi. Qarang, mana biz kommunizm hammani teng qiladi, mehnatkashlarning boshini silaydi deb o'sha paxta teramizmi, maktabga makulatura qog'oz olib boramizmi, temir sudrab boramizmi, hammasini shu xalqqa xizmat bo'ladi deb tushunganmiz. Shunday anglaganmiz. Lekin bu yoqda qanday katta ma'naviy o'pirilish borayotganini biz kichkina bo'lganmiz, kattalar ham menimcha his qilmaganda, mafkuraga xizmat qildirishda mana biz ko'plab hozir o'sha davr yozuvchilarini mana bu bunday deb aytamiz, lekin mana eng yaxshi she'rlarini meni nazarimda o'sha joylarini olib, yaxshi joylarini o'rganaverish kerak. Chunki orqaga qaytib borib hech narsani to'g'rilab kelib bo'lmaydi. Men shunaqa o'ylayman. Mafkura endi bugungi kun mafkurasi qanday? Dunyoga yuzlashib boryapti. Mana aloqalar juda ham kuchayib boryapti. Yoshlar dunyoga qanday yuzlanishni bilyapti, yo'llarini topyapti. Ko'p narsa raqamlashyapti, ko'p narsa vizual maydonga chiqib ketyapti. Chunki hammamiz ham bu qachon boshlanadi? Bu bolaligimizda, men hozir shuni boshlab keldim, G'unchadagi rasmlarni yaxshi ko'rganimizdan
biz insonlar axborotlarning juda katta foizini ko'rib olar ekanmizda. Mana shu dunyoni 7 yoshli bola anglayotganda buni gul, buni stol, buni qog'oz, daftar, ota-ona deb bilishini o'zi bu agar bugungi kompyuterlar tili bilan aytsa juda katta megabayt bo'lar ekan va u so'zlarni bilgandan keyin kitobni ichidan o'qiyotganlari u juda kichik hajm hisoblanar ekan. Shu ma'noda vizual narsa kim qaramas ekan, mana shunday qilib tasvir chiqib tursa qisqa kim qaramaydi. Kitob esa bunga moslashmagan. Kitob rivoya usulida hikoya qiladi yoki tuyg'ular ifodasida ham so'zlar o'yini bo'ladi, so'zlar satrlarga, qofiyalarga jo bo'ladi. Endi masalan qo'shiq bo'lgan she'rni naqadar saviyasi pastligini bittada ilg'amaysiz. Chunki ana bu qo'shiqning ohangi u qanotida olib ketib qoladi, ohang bizni aldab qo'yadi. Shunga yondosh o'qilayotgan she'rda ham anglamaslik mumkin. Bu bizni badiiy tafakkurimizga baribir salbiy ta'sir qiladi deb o'ylayman. Shuning uchun balki bu biz faqat reklama maqsadida ishlatamizmi, 4 qator o'qib, 8 qator o'qib, nima maqsadda ishlatganimizda ham menimcha bu maydon juda chuqurlashib ketmaydi va har qaysi davrning kitobxonlari bo'ladi. Bugun mana o'sha internet olamini ham tafakkurga undaydigan, mushohada qilishga olib boradigan kontentlar egallayapti. Bu yaxshi albatta va yoshlar ham faqat shu tomonda ko'rmasliklari kerak. Chunki mana faraz qiling, shu yerda telefon bormi? Mana shu telefon bo'lsa, endi buni siz ham juda ham yaxshi tushunasiz. Shu telefon bo'lsa, hozir bu bor. Mana men kitob o'qib o'tiribman. To'satdan chiroq o'chsa, to'satdan internetim yo'q bo'lsa, to'satdan telefonim yo'qolsa, mani noutbugim kuyib qoldi, qanchalik kuydim o'zim bildim-da. Shunaqa holat bo'lsa, menda hech narsa yo'q. Hozir o'qiyotgan asarim qahramoni ham esimda yo'q. Agar kitob bo'lganda men orqaga bunday qaytib, yo'q, bu oti rostdan shunaqamidi deb qarab olgan bo'lardim, misol uchun. Bunga biz vosita sifatidagina qarab, yana kitobxonlikka, o'sha kitoblarni ko'proq yozishga, ko'proq chop etishga, ko'proq yetkazishga harakat qilaverishimiz kerak. Chunki bizni xonadonlarimizda 1956-yilda chop qilingan kitoblar bor. Ko'pchilikda bor bu menimcha. Bilanlada i'lani yo'q vaqti, boshqacharoq imlodagi hatto lotin yozuvidagi kitoblar ham bor, kichkina brosyuralar. Shunday ekan, katta xazina bu kitob. Navoiyni ham o'sha davrdan Navoiyni muxlislari olib o'tgan. Hamma tengdan olib o'tgan emas. Qolaversa, qancha asrdan keyin ham biz bir necha ijodkorni bilamiz. Bir nechasini, 100 tadir, 200 tadir. Ana shular kitobxonlikni butun ommaga yetkazadigan va uning ijobiy taraflarini ko'rsatib bera oladigan, yozib taqdim qiladigan, o'qiydigan ham ana shu insonlar bo'ladi deb o'ylayman. Tasavvuf adabiyotida, mutasavvuf shoirlarimizda endi tasavvuf tomonidan, tariqat tomonidan vazifa berilgan-ku. Ana shunda qalam bilan ijodkorda o'z mehnati bilan tirikchilik qilish shart bo'lgan ularda. Navoiy ham o'sha paytida supurgi nima qilgan, Qosim javobgarchilik qilgan yoki o'sha aytganingizdek Naqshband, o'zi Naqshbandiy tariqat, Naqshbandlik qilgan Naqsh. Bular o'z mehnati bilan tirikchilik qilib, masalan ijoddan yoki o'sha tasavvuf ta'limotini tirikchilik manbai qilmasligi uchun o'zini mehnat faoliyati bilan band qilish, qo'ling mehnatda bo'lsin degan ta'limotlar shundan paydo bo'lgan menimcha. Va bu bugungi ijodkor uchun hali ham dolzarb. U qandaydir bir soha bilan shug'ullansin va ijod qilsin. Shunda ham bunaqa ijodkorlar ham bor. Masalan, yaqin avvalgi sonlarimizda suhbat qilgan, masalan Baxtiyor Abdug'afur. O'zi bor. Mana shu biolog olim, genetik, bioinjineriya bo'yicha mutaxassis va oxirgi romani, Azal muhri romani aynan shu o'zini sohasiga doir. Biz agar bu o'sha genetika sohasini, biologiya sohasini yaxshi tushunmagan odam bu mavzuni yoza olmaydi.
bevosita biza astronomiya sohasida ijod qiladigan nimalar paydo bo'lar balki keyinchalikda. Bironta shoir Ilon Maskni nimalar raketalarda koinotga uchar. Umid qilsa bo'ladi va hozir o'z mavzu boshladingiz, ijod maktablarida yuzlab o'quvchilar tahsil olyapti va ularni hammasidan ertaga bir yozuvchi, shoir yoki tarjimon bo'lib chiqishni talab qilish noto'g'ri. Ular ijod jarayoni haqida tasavvurga ega bo'lsin, adabiyot bilan ko'nglini sug'orsin va kelajakda o'zi yaxshi ko'rgan biron boshqa sohada ketar. Mana Muhammad Rahimxon Feruz shoir bo'lgan, Husayn Boyqaro shoir bo'lgan, Amir Temur Amir Temurni qancha shahzodalari, avlodidan chiqqan shahzodalar ijodkor bo'lgan. Faqat o'zidan kuchli ijodkor borligi uchun Navoiyga yo'l bergan misol. O'zi bilasiz Husayn Boyqaro qanday kuchli shoir bo'lgan. Endi ijod maktablari borasida o'zi 10 ming 100 ta maktab bo'lsa O'zbekistonda, shundan atigi 9 tasi ijod maktabi. Avvalo ularga masalan bitta hudud miqyosida olaylik, Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha Ibrohim Yusuf maktabiga yoki bo'lmasam Farg'ona vodiysi viloyati bo'yicha Erkin Vohidov maktabiga, Qashqadaryo viloyati bo'yicha olaylik Abdulla Orif maktabiga va hokazo shu ijodga moyil bolalarni kelib o'qishi, u yerdagi sharoitlar juda ham yaxshi. O'qishi to'g'riroq. Chunki nima deydi, katta qozonda qayna degan so'z yuradi ijod ahlini orasida. O'sha ijodiy qozon bo'lsa, o'qituvchilari ham ijodkor bo'lsa, endi bizni xalqni ijodkor podsholar bo'lganda ijodkor o'qituvchilar, ijodkor fiziklar, matematiklar bu unchalik muammo emas va jon deb ishlaydi. Chunki ijodiy muhit so'zi qudrati o'zi boshlab keladi. Bu narsa biz O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi bilan o'sha maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi o'rtasida ko'pincha ba'zida bahslargacha boradi. Hech mahal ulardan hammasi shoir, yozuvchi bo'lib yetishsin deb aytilmaydi. Lekin ular viloyat miqyosida, hudud miqyosida imtihonlar qilib olib kelindida, baribir biz ularni olaylik bir sinfdan 2-3 tasini eng yaxshilarini ijodini, ayniqsa mana seminarga borishi belgilandi 5 nafardan har yili yoki har yili 2 ta, kamida 2 tasini, 2 ta ijodkor o'quvchini mening birinchi kitobim degan loyihada kitobi chop etishi belgilandi va bu mana 3-yilga o'tyapti, davom etadi. Bizga kimlar kerak? Bizga mana juda kuchli jurnalistlar kerak. Toki sal ijodkor kamida bo'lib katta kitobxon bo'lmaguncha qanday jurnalist bo'ladi? Katta manbashunoslar kerak. Manbalarimiz o'qilmay yotibdi. Eski o'zbek yozuvi o'qitiladi menimcha. Eski o'zbek yozuvi endi biroz nima qilindi, lekin juda ham nima deydi, keng miqyosda emas. Menimcha masalan 9 ta ijod maktabida shuni o'rgatish juda. Ana shu narsa juda muhim. Masalan, hali misol keltirdim-ku, Chustini xonadonlarida endi men she'r yozmayman, men endi ko'rgan kechirganimni yozaman deb juda katta bir daftarga yozgan ekanlar. Bu mingdan bir misol. Ehtimol undan ham ko'pdan biridir. Va boshida zerzabarni qo'yganlar, boshidagini o'qishgan mutaxassislar, u yog'iga endi yozgan odam o'zi biladi-yu, zerzabarga vaqt ketmasligi uchun yozib ketaverganlar. Lekin vafot etib qolganlar. Boshidan o'qilgan joyini o'sha yod etingiz Kamtarin Chustini hamga kiritdik. Qo'qondagi o'sha qirg'inlar davri, odamlarni taxlab yoqilgani, yana qashshoq odamlarni o'sha ketmonni ko'rib qolib, endi shuni olib ketayin deb ketmonni ushlab qo'li kuyib, qo'li yopishib qolgani, misol u odamlarni kuyindisida ketmon kuyib ketgan. Qarang, shu qadar yoki birov ana hali yoqishga taxlab qo'yilgan odamni kalishlarini yechib olayotganini ko'rgan yosh Chustini istroblaridan boshlangan o'sha joyi bordi, lekin u yoqda katta manbani hali o'qiy olmadik. Kimlarga ko'rsatdik, o'qiy olmadik. Agar bugungi kunni mana nimalarni topishyapti, mana Samarqandda Moturidiyni qabriga qo'yilgan qabr toshlar topilganda, ziyoratgohlar qilinganda, bu tayyor manbani ehtimol biz yoshlarga kuchliroq bilim berishimiz kerakdir. Toki hali shuning uchun ijod maktablarimizda agar manbashunoslarni nima deydi, yetishtirsak, kelgusida biz
nima deydi, yana ham hali o'qib ochilmagan katta manbalarni adabiyotga, fanga taqdim etgan bo'lardik. Va 9 ta maktab, albatta, albatta. Hali ham nima deydi, mubohasalar boradi. G'urbatda g'arib shodimon bo'lmas emish, el anga shafiqumi rafiqumi degan nima deydi, bahslar bor. Ko'chirishda xato bo'lgan degan qarashlar bor. Shafiqu mehribon, shafqatli mehribon emas, rafiq, do'st. Chunki Navoiy bir xil ma'noda ikkita so'z yonma-yon keltirmaydi. Bundagi zerzabar bunday bo'lgan degan nima deydi, mushohadalar bor, yo'q emas. Bu kabi yana qancha. Shuning uchun manbashunoslar juda ham kerak. Asl manbadan o'qiganga hech qachon yetmaydi baribir. Ijodiy intelligent qatlamni yetishtirishni maqsad qilib qo'yganda menimcha to'g'ri yo'nalish bo'ladi. Ta'lim jarayonlari ham o'sha oddiy maktabning standartlari bilan bir xilmi? Deyarli bir xil. Afsuski shunday. Ona tili adabiyotga ixtisoslashtirilgan maktablar kabi va ingliz tilini bilish juda qat'iy talab qilinadi va maqsad ko'proq bolalarni oliy o'quv yurtiga kirishi. Hozir oliy o'quv yurtiga kirish nima? Hozir ko'chada yursam, kirib o'qiysizmi deb telefonlarga xabarlar keladi. Masalanda, bunaqa 9 ta maktabni agar erkinroq ijodiy muhit, o'bda tarjima bilan deb qo'yilsa, ehtimol yangi davrni ijodkorlari eng kuchlilari yetishib chiqardi. Ham dunyo ilmi bilan yuzlashgan, ham nima deydi, til biladigan, ham ijod qiladigan. Shu keyingi paytlarda mana shu eski o'zbek yozuvini kiritilishi yana nimadir. Asli maqsad shunaqa edi. Hukumat elitasiga shunaqa ziyoli, kitobxon, bilimdon, nutqi ravon, tafakkuri keng qatlamni yetishtirib kelish. Yilma-yil bu albatta ertaga yoshlar hamma joyda yoshlar ishlaydi, faoliyat olib boradi. Shu millatni ishonib qoldirish kerak bo'ladi. Shu ma'noda kerak bo'lsa bu maktablarni yana ham har bir viloyatda ochish kerakda va biroz ko'rib chiqish kerak buni. Dasturlarni yana bir marta yaxshilab ko'rib chiqish kerak. Keyingi paytdagi hujjatlarda hattoki rassomlik naqasi bo'lsa, bunaqasi bo'lsa, ma'munisi bo'lsa, shularni olaylik deb aytildi. Balki bu ham to'g'ridir. Lekin yozuvchi, masalan, Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktabi ekanligidayoq biz asosan ko'p kitob o'qiydigan yoshlarni tarbiyalashimiz kerak u yerda. Kitob ko'targan odamlarni. Albatta, hammalari kitob ko'tarib yurishi kerak. Yapon xalq maqoli bor-ku, avval miyani to'ldir, keyin u qorinni to'ldiradi deydi. Lekin bizda keyingi davrda omma orasida teskari qarashlar. Qorin to'q bo'lsa qanaqa qilib kitob, bo'lmasa qanaqa qilib kitob o'qiydi? Qorni och odam qanday kitob o'qiydi? Bunday qaraganda ochlikdan bir narsa bo'lgan odam yo'q. Va kitobni o'sha cho'pon yigitchalar o'qiyapti, men ko'rdim masalan. Siz aytayotgan mana texnikaga moslash kerakdir deyapsiz. Mayli moslash kerak, lekin o'sha ovullardagi, qishloqlardagi bolalarimizni unutib qo'ymasligimiz kerak. Murod Muhammadov bir suhbatda aytganda, jin ko'chalarida oyog'i loyga botib yurgan odamlarni, bolalarni katta bo'lib kino olishini xohlayman deganda, tabiiy muhitda yetishib kelgan ijodkorni dunyoqarashi boshqacha bo'ladi. Bu yoqda qoliplarga va yoki kataklarga joylashib qolgan odam tafakkurini ular sig'magani uchungina ijod qiladi. U ijod doim norozilik bo'lgan. Ijod doim isyondan boshlanadi. U ijod qilishni o'zi isyonda, chunki u normal yashash xohlamaslik o'zi o'sha qarshilikdan, atrofdagi muhitga nisbatan o'zini qarshiligini ko'rsatishdan ijod paydo bo'ladi. Bunday bo'lmaslik kerak edi, mana bunday bo'lish kerak edi degan qarashlardan. Boshqacha dunyoni ko'rgani uchun balki yozayotganda shu. Balki biz o'sha, men o'ylayman, shaharda ham masalan birinchi kitoblarni tayyorlash jarayonida ko'rib qolasizda, birdaniga shunday yozadi, qaytaga o'sha siz o'ylayotgan texnikalar chiqib qoladi-da. Va muhit, masalan, dunyoni qanchalik kengligini yo boshqani shunday tog'larga chiqib kelib ham ko'rish mumkin. U yerda
yerga tashalayotgan chiqindilarni ko'rib ham dunyoni odam o'zini dunyosini qanday kirilayotganini ko'rish mumkin. Bunga yechimlarni mana o'sha isyondan paydo bo'ladi, yozishi mumkin. Xuddi bir yorug' nurga intilganday, agar men o'qisam bunday, agar men bunday bo'lsam bunday, bu O'tkir Hoshimov qanday odam ekan, mana olaylik bugungi kunni shoirlari Kumush Abdusalomova mana shunday she'r yozib o'zi qanday ekan deb havas qilayotgan yoshlardan ko'proq chiqadi. Men o'sha 3-4 yil avval Toshkent shahar maktabiga ularni iltimos bilan Shuhrat Daryoni olib bordim-da. Iltimos qildim, taklif qildim, bordilar. Agar shu Shuhrat Daryo biz tug'ilgan joylarga borganda bormi? U qadar nima deydi? Bolalarni tinchlantirish ham juda qiyin bo'ldi-da. Shu qadar xijolat bo'lasiz mehmonni oldida. U mashhur xonandaligida emas, uni kitobxonligida asosiy gap Shuhrat Daryo. Shuhrat aka o'qiydi-da. Bolalarni qalbini xira qilib qo'ymasligimiz kerak. Hurmatini erta so'ndirib qo'ymasligimiz kerak va qayerda bo'lsa ham o'sha texnikaga moslarimiz kitoblarni, lekin chetdagi o'sha chet joylarda bugun qo'y echki boqib yurgan, ariq qazib yurgan, dehqonchilik qilib bugun kartoshka, piyoz, bir narsalar ekib yetishtirib yurgan bolalarni ham esdan chiqarib qo'ymasligimiz kerak deb o'ylayman. Ijodkorni dunyoqarashda o'sha birinchi bosqichida, keyin hammasi jamiyatga birlashib ketadi, lekin o'sha birinchi ijod kurtak otayotganda o'sha tug'ilgan joyini, suvini deylik, tog'ini, dalasini, dashtini ta'siri bo'ladi. Va biz bugun dunyoga chiqish haqida o'ylayapmiz. Masalan, sportda dunyoda maydonlarida o'zbeklar nomini aytishyapti. Adabiyotga navbat keladi baribir. Biz O'zbekistonda tug'ilgan ijodkorni dunyoqarashini originalligini ko'rsatishimiz kerak-da. Nima biz masalan rus shoiri bilan o'zbek shoirini yoki ingliz shoiri bilan o'zbek shoirini yo yozuvchisini yozish mahorati, uslubidan tashqari umuman shu dunyoni sezimlarida qanday farq bor bo'ldi deb o'ylaysiz? Masalan, men bilaman, o'zbek she'riyati dunyo she'riyatidan kam joyi yo'q. Masalan, yoshlar turkiy dunyoni qaraganimizda ham o'zbek yoshlar shoirlari bir she'r o'qiydigan bo'lsa, ularning havaskorlari, bizning havaskorlarimiz ularni o'sha maqtayotgan shoirlari darajasida bo'lib qoladi-da. Lekin shu o'zbek so'zi, o'zbek badiiy tafakkuri nimasi bilan ustunlik qiladi deb o'ylaysiz? Bir ijodkor sifatida fikringiz? Menimcha biz endi baribir poydevorga bog'liq-da. Jahon tajribasidan uni ko'chiramiz, buni ko'chiramiz, Finlandiya tajribasi qilamiz, lekin bu yer Finlandiya emas. Yoki halakim tajriba o'quvchi, tajriba quyoncha emas deb aytdilar adabiyotshunosimiz. Balki tajribalarga qarash kerakdir. Qachon? Masalan, mavjud qadriyatlarni yoki shu sharoitga moslashib qadriyatlarni yo'q qilmagan holda biz poydevor, ya'ni bog'cha yoshidayoq bolani oldiga ba'zi davlatlarda, ba'zi xalqlarda o'yinchoqlar tashlanadi. U nimani tanlayotganiga qarab guruhlarga ajratiladi yoki individual darslari shunga mos bo'ladi. Birov mashinani ichini ochib tashlayotgan bo'lsa, demak u o'sha texnikani yaxshi biladi, yo usta bo'ladi, yo texnologiya yaratadi deb qaraladi. Endi bizda menimcha o'sha bog'chada astronomiya degan dars yo'qligi. Dars qilib o'qitib qo'ymaysiz, baribir. Ko'p maktabgacha ta'lim muassasalari deb nimagadir nomlarini biz uzun qilishni yaxshi ko'ramiz-da. Bog'cha deb qo'ya qolsak bo'lardi, kim urushadi? Bog'cha bo'ladi, chunki bolalar boradigan joyi atrofi baribir gul, daraxt bo'ladi. Bog'cha ko'p so'zlar o'zi boshqa so'zlardan paydo bo'lgan. Shu olsak bo'lardi. Maktabgacha ta'lim boring, mayli o'sha maktabgacha ta'lim muassasalariga borganda bolalar asosiy vaqtini o'tkazadigan joylarda ko'rgazmalarga, devorlarga e'tibor qilaman-da. Qani? Osmon tasviri bormi? Osmon, bulutlar,
uchib kelayotgan qushlar, chiqib kelayotgan quyosh, oqayotgan suv kattaroq. Hozir ayniqsa judayam imkoniyat katta. Uni bunday bir nuqta bilan, bitta pult bilan boshqarib, ertasiga yangisini qo'yib qo'yish mumkin. Hadeb almashtirib u bolani charchatadi, zeriktiradi, qaramay qo'yadi. Bir kun bittasini, masalan, ertaga boshqacha tasvirni. Mana shuga o'xshash. Meni fikrim bu. Maktabda ham shu kabi darslar dunyoviy. Ya'ni na dinga, na millatga, na qit'aga aloqasi bo'lmagan, lekin butun insoniyatga tegishli bo'lgan fanlar kamligidan deb o'ylayman. Agar o'sha falakiyotni, osmon ilmini bolaligidan qiziqishlar ham shunga yarasha bo'ladi. Yoki tibbiyot ilmini ham bolalikdan, shu kabi yana qancha texnologiya ilmini, texnika ilmini bolalikdan o'rgatib kelinsa, majburiy fan bo'lsa, quruq yodlashlar, boshqalar, uni qarab chiqish kerak dasturlarni baribir. Va u yoq bu yoqdan ko'chirish emas, o'zimiz o'ylab turib, o'zimiz ham yaratsak bo'ladi. Biz ham ta'lim dasturlarini, butun dunyoga namuna bo'ladigan dasturlarni bera oladigan salohiyatga egamiz. Biz faqat bugungi kun amaliyot maydonida bo'lgan o'qituvchilarni tinglashimiz kerak, ulardan takliflarini olishimiz kerak. Sizni yana bir faoliyatingizdan xabardor bo'lganim uchun aytyapman. Mafkura haqida gaplashdik boshida. Hozir bugun mustaqil O'zbekiston mafkurasini ham targ'ib qilishga ehtiyoj paydo bo'lyapti. Chunki mafkurasiz jamiyat bo'lishi mumkin emas. Mafkurasiz jamiyat qayerga ketishini bilmayotgan bir to'daga aylanib qoladi. Shu ma'noda shu mustaqillik, vatanparvarlik, o'zbeklik mafkurasini targ'ib qilishda aynan vatanparvarlikka urg'u berilgan Mard askarga sovg'a loyihasi haqida ham gaplashdik. Bu o'sha harbiy xizmatga borayotgan yigit nimani himoya qilayotganini adabiyot orqali his qildirishga xohlangan loyiha. Va tagi ezgu, lekin bu loyiha qanchalik o'zini oqlaydi va keyingi natijalari qanday ko'rinadi bu narsani? Endi adabiyotni natijasi 1-2 yilda ko'rinadigan narsa emas u. Albatta. Biz ko'pincha o'sha ma'naviy loyihalarda qani natijasi deb tez natija qidirishga tushamizda. Yodingizda bo'lsa, bir necha yil avval maktablarda ijodiy madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchi degan shtat ochildi, unga ijodkorlar belgilandi. Va endi kunlarni birida, bu aytmasa bo'lmaydigan vaziyatlar bor. Kunlarni birida shu bir mutaxassis, maktablar bo'yicha mutaxassis qo'ng'iroq qildida, eng yaxshi targ'ibotchilaringizni bering, Toshkent shahri bo'yicha deb aytdi. Va men ham xursand bo'ldim, ularga balki biroz rag'bat, o'zi 1.200.000, 1 million maoshi bor edi, 4-5 yil avvalgi narsa. Berdim familiyalarni. Va kunlarni birida shunday hujjat keldi. O'sha maktablardagi qator kamchiliklar sanalgan. Maqsad qanday bo'lganda, mana so'rab qarang. Maqsad yaxshi nigoh emasdi. Nega biz bugun kitob o'qitayotgan odamning to'garak o'tayotgan yozuvchi, ijodkor fanat bo'ladi. Chunki men ham dars berganman, akademik litseylarda dars berganman, maktabda. Shu jarayonda biror bolada insholarini ko'rasiz, mustaqil ishlab berganda ko'rasiz. Iya, zo'r fikr bor-ku bunda deysiz. Shunday yozadi-da, masalan, bir qizda ko'rganman. Men deydi 5-sinf, 4-sinfni bitirayotganimda deydi, o'qituvchim deydi, hammani ichida sen yuvinib yursang bo'lmaydimi? Onangga ham aytchi, bir seni hidlab ko'rsinchi deb aytdi. Men hammani ichida juda yomon bo'ldim, deyapti. Men har kuni deydi, suvga kiraman deydi va suvni ochganimda deydi, suv bilan teng yig'layman deydi. 6-sinf qiz yozyapti. Bu endi insonda bo'ladi, shunaqa holatlar bo'ladi. Buni o'qituvchini kamchiligini nimada ko'ryapti? Shuni meni o'zimga aytsa bo'lardi. Bu men kir yurganimdan emas degan ma'noda aytyapti. Mana shularni ko'rib qolgandan keyin ijodkor shularni yig'ib, bundoq bir nima o'rgatgisi keladi. Ana shu to'garak o'tib yurgan ijodkorlarni
qilgan ishini natijasini 2 yilda ko'rgimiz kelib qoldida, yo'q chiqmagandan keyin yo'q qildik. Bizda ham, masalan, men o'zimni ham maktab paytidan o'ylaydigan bo'lsam, shu to'garaklardan o'rganganmizda. To'garak erkinda? To'garakda masalan adabiyot darsida tengdoshlar atrofida bo'ladi. To'garakda masalan 5-sinfda adabiyot to'garagiga borgan bo'lsam, 9-sinfda ijodkor aka opalarini ko'rganman. Ularni yozganlarini ko'rganman va ularni darsliklarini o'qib chiqishga qanaqa darsliklar bor deb adabiyotga qiziqish shundan boshlangan asli. Bizda hozir adabiy to'garaklar holati qanaqa bilmadim-u. Ijodiy o'sha targ'ibotchi lavozimi shu to'garaklar yo'lga qo'yish, adabiy muhitga javobgar edi-da. Natijasiga bir 10 yil, 15 yil berish kerak edi-da. Hech bo'lmasa bitta sinfni 5-sinf bolasi boshlandimi, o'sha 9-sinfni bitirib ketguncha ko'rish kerak. Shu agar juda ko'p maktab rahbarlari bilan qattiqroq gaplashishga to'g'ri kelgan, foydasiz bo'lgan. Hammasi 100% foydasiz bo'lgan. Men garchi endi 4 marta keldilar, unday bu lekin yo'qolgandan keyin qo'ng'iroq qilib bekor bo'ldi shu bolalarimiz juda kitob o'qiyotgandi, kutubxonalarga yugurib qoluvdi. Bekor bo'lgandan keyin ijodkorlarimiz bekor bo'lgani bekor bo'ldi deb aytganlar ham bo'ldi, juda kam. Lekin ramkaga tushib qolganmiz-da. Mana soatiga hisoblaymiz. 45 minutga kelgani uchun buncha oldimi? Bu nima uchun buncha olish kerak degan o'sha ijodkorga ham bir nima qarashlar bo'ldi. Mayli buni endi agar natija kutilganda keyinroq natija chiqardi. Xuddi shu kabi mana bizda Mard askarga sovg'a degan hukumatimizni o'sha ilg'or fikrli kishilarning tashabbusi bilan askarlar jangga nima deydi, o'zi bu harbiy sohani maqsadi shu. Har qanday sharoitga labbay deb chiqish. Sport mashqlarida bo'ladimi yoki jismoniy harbiy tayyorgarlik, tog' tayyorgarligi davrida ham yonida olib yuradigan, o'sha bir pas dam olganda ochib o'qiydigan, vatanparvarlikka undaydigan she'rlar, hikoyalar to'plamlarini chop etib berish topshirilgandi. Mana bu yil 4-5-yillar ketyapti, yana kitoblar chop etilyapti. Unga juda ham yaxshi she'rlar, hikoyalar kiritilgan. Endi odamni g'ururi qachon uyg'onadi? Tuyg'ularingizga teginib ketganda uyg'onadi. Shuning uchun ba'zida shu kitoblarni tayyorlayotganda ko'zlaringizga yosh kelib ketadi-da. Qanday? Shuning uchun hamma ishi o'zini ustasi qilgani yaxshi bo'lganidek, shoirlarda, yozuvchilarda o'sha vatan tuyg'usi, vatanparvarlik tuyg'usini o'ziga xos ifodalanishini ko'rib, keyin uni boshqa asarlarni ham qidirishga tushib qolgan vaqtlarim bo'ldi va Mard askarga sovg'a ham o'zi harbiylarimiz avvalo o'sha vatan tuyg'usi kuchliligidan shuni tanlashgan. Lekin yana ham kuchli bo'lsa, yana ham yaxshi-da. Har qanday vaqtda orqamda xalqim turibdi, onam, otam, farzandim, ayolim, singlim, ukam turibdi degan bir nima doim yodiga tushsa degan maqsadda davom etyapti. Ma'mur opa, suhbat uchun rahmat. Adabiyot haqida, umuman ijodkorni va ijodiy tashkilotda ishlayotgan mas'ul xodimni fikrlari bir bizga qiziq edi. Chunki siz ham o'zingiz ijodkor bo'lib turib, ham boshqalarning ijodini ta'rif qilish bilan, ularni ommaga ko'rsatish bilan, ayniqsa yoshlarni ijodini, birinchi kitoblarini namoyish qilish bilan shug'ullanasiz. Bu faoliyatni o'zi ham katta savobli ishda. Shu faoliyatda sizga omad tilaymiz. Ijodingizga baraka tilaymiz. Hurmatli teletomoshabinlar, efirda Kontekst turkumidan Kitob ko'targan odam podkasti bo'ldi. Kitob ko'tarib ketayotgan insonlar bilan safarimiz xayrli bo'lsin. Salomat bo'ling.